Hanafiy mazhabiga ergashmaslikda qanaqa oqibatlari bor? Hamma yurtlarda o'zini mazhabi g'olib mazhablar bor. Masalan, biz yurtlarda endi Hanafiy mazhabi, arab yurtlarida ko'proq Shofiy mazhabi, Shimoliy Afrika hududlarida ko'proq Imom Malik mazhablari tarqalgan. Afrika mamlakatlarning qolganlarida ham Hanbaliy mazhabi juda ham kam. Saudiya hududida yana ba'zi bir arab mamlakatlari hududlarida tarqalgan. Bular hammasi haq mazhablar. Bunda muammo yo'q. Bitta joyda bitta mazhabga ergashmasdan boshqa mazhabni tanlasa, o'ziga muammo kelib chiqadi. Chunki u mazhabni barcha masalalarni, barcha hukmlarni bilmaydi. Undan tashqari, hali yuqorida aytib o'tganimizdek, harom halol masalalari bor bu yerda. Masalan, go'sht masalasi. Bismillohni aytmasdan musulmon so'ygan bo'lsa, bu endi halol degandan keyin hamma urfga aylanib ketib qoladi. Masalan, qassobxonalarda musulmon bo'lsa bo'ldi degan shart bo'lgandan keyin bismillohni aytish e'tiborsiz narsaga aylanib qolishi mumkin. Sunnat deydi-da, e'tibor qilmay hamma go'shtlar shunaqa so'yiladi. Endi u yerda bir odam men Hanafiy mazhabiman deb da'vo qilib, Hanafiylarga ergashaman desa, u endi go'sht yemaslik kerak bo'ladi. U hammani harom yeyapti deb keyin ta'na qilish kerak bo'ladi. Ta'na qilishga olib keladi. Senlar deydi harom yo'q. Chunki harom, najosat bu. U oshxonalarda o'shaqa ovqatni pishirilgandan keyin oshxonaga kirib ovqat yemaydi. O'z-o'zidan tushunmovchiliklar. Ya'ni bir inson bir narsani qabul qilmagandan keyin uning holati dalolat qiladi, ya'ni uni holati qolganlarning aybdorligini ko'rsatadigan bir holat bo'lib qoladi. Yoki aksincha, masalan, Hanafiy mazhabi yana o'sha joyda men Hanafiy mazhabiman desa, ular vitrni 3 rakat o'qiydi, lekin ikkita salom bilan o'qiydi. Ramazonda masalan iqtido qiladigan bo'lsa, muammo kelib chiqadi. 2 rakat o'qigandan keyin salom beradi, u namoz durust bo'ladi, lekin 1 rakat o'qiydi keyin. Bu 1 rakat bizni Hanafiy mazhabi namoz emas. Demak, unga iqtido qilmasdan hammani oldida jamoat ichida safda o'rtasida o'tirish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, uni o'ziga qiyinchilik. Yoki bo'lmasa, haliga aytganda jamiyatda odamlarni o'z-o'zidan tushunmovchilikka olib kelgandan keyin undan kimdir so'raydi, nimaga deydi. U o'zini narsasini isbotlashga urinadi.